أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bugünkü Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla inayet ile okumakçı olan dersimiz ikki pilninki bir ma'mul haqqidagi talash tortishi. Ikki pil bir yakib qilib, u ikkili pil bir ismning beshi chiqqan bo'lib, ism bir, ya'ni ma'mul bir, omil ikki. U ikki omil u keyingi ismni ya men payli qilaman deydi, payliq talash qiladi, yoki men maf'ulun bi qilaman deydi, maf'ulliq talash qiladi. Buna da mesela o vaqtda ülmalarınki, nahvi ülmalarının bir az çalıştırışı varken basiriylikler ve kupilikler degen alim ülmalarınki muhatlarının vaqtda. Onu da emelle kanığı birimiz degendek basiriylikler deydi, ikinci birimiz. Birinci pilgidemde o tevende kilidi bu. Ko'pchiliklar yo'q, biz uni boshqasiga beramiz. Basirliklar ikkinchi pil avlod ekan-da, chunki ismga talash tortish qilgan ismga yaqin bo'lganligi uchun ash yaqinlikni ko'z tutib pil soni beramiz deydi ekan. Ikkisiga qo'shnilikni ko'z tutib. Ko'pchilik ulamolar cho'risi yo'q, biz u amalni birinchi pil beramiz. Çünkü o sadaratni tilab ko'z qillik uchun beshida to'da o'ng'aroq kelganlik uchun deydi ekan. O ilgari bo'lganlik uchun ilgarilikninki yuz bo'lmaydi. Shunga uni birinchi bilg'irimiz deydi ekan. Buni qolganini inshaalloh tavanda ko'ramiz. Tanazuga shunday iborat hamda. At-tanazu'u fil amali. Bir amelde, amel deganligimiz ma'mulda demakchida, yana bundan. Ism ma'mulda. Mayli ism ma'mul, ism fa'il, u fa'il olsun yoki maf'ulun bi olsun, bir amel qilingan ismdagi talash tortishish. Tanazu, tafa'ala yatafa'aludan chiqqan tafa'ul, masdar, talashish. Onun qaraganda talışış deganning o'zi nima deganda bu bir pul olsa bir narsa alışamaydı. Şu birden ko'p narsa olganda talışış tafaul bor ekanni nima bo'ladi? Birden ko'p bo'lganda anandan mavjud bo'lgan gap bu musharakatni uqtirgan siyg'alar bo'ladi. Mesela talışış o'zaro deganligimiz bu bir narsa birdan jiqgan degan uqtirdi-da. Bir amalda talash tortishish. Musannif deydi إن عاملان اقتضيا باسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء أبناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهري إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا ضيدا وأمرا أخوين في الرخاء. Emde eğer iki amil deydi o. İn amilan eğer iniqtada amilan ne demek aslında? Eğer talep kalsa iki amil. Nime derse pismin
bir ismning o'zida ikki omil talab qilib qolibdi. Men ani ma'mul qilman, ismni ma'mul qilman deganda keladigandak, agar talab qilib qolsa, ikki omil bir ismni cho nimadan ismda ki bir amalni talab qilibdi. Agar talab qilib qolsa, ikki omil amalni talab qilib qolsa bir ismda, yani yüzün burunqi o amel deganlikni o'zini ma'mul demakchida. Ma'muldan burunqi amaldan deydi maqsad ma'muldan burunqi ikki omil. Ma'muldan burunqi ikki omil yani ismdan demakchi ma'muldan ism. Ma'muldan burunqi bu ikki omil bir ismimizda amalni talab qilib qolsa qandoq qilgin deganda u ikki omilning birisi uchundir amal va ikkisining birisi bilan deydi. Ve ikincisi evlaraktır besirlik ölmanın karşıda. İkinci pilga emel veriş besirlikinin karşıda yani yakşarak. İhtiyar kıldı aksini. Kaysını degende ikincisinin aksi yine evvel ne demek? Şimdi ihtiyar kıldı aksini ki ikincisinin aksini ki yine evvelini ihtiyar kıldı. O besirlikinin başkası. Demek bulardan köpüllük maksat. Maksat da za usra degan bir jamoani egisi bo'lgan basirlikning g'ayri. Yani bundan köpüllükni maksat qildi. O köpüllüklar onun aksini talab qildiki, ikkinchisining aksiki avvalni uni ixtiyor qildi deydi. Yani ular deydi-ki, pil avvalga amal vermez deydi. Basirliklar pil saniga amalni pil sani vermezse, köpüllüklar pil avval vermez deydi ekan. Yani demek tanazu degan nima desa bu ikki omilning bir ma'mulga yuzlanishdan iborat. Tanazu deganlikning o'zi ikki omilning bir ma'mulga yuzlanishdan iborat. Masalan, misol qandoq deganda darabtu va akramtu zaydan dedik. Darabtu va akramtu zaydan. Yani omil ikki. Bu her ikkilisço bir ismni o'zida ma'amal qilaman deydi. Zarabtu, akramtu degan har ikkilisi zaydanni man maf'ulun bi qilaman deydi-da. İkki amil ikkilisi mana shu ma'muldan burun bo'ldi ana. Ikki amilni ikkilisi ma'muldan burun bo'ldi. Agar bu amil mana gapni o'zi qaraganda إن عاملان اقتضيا باسم عمل قبل فللواحد منهما العمل ضد معنى دا ilqi ma'muldan burunqi ikki omil degan gapimizni qaraganda agar bu endi bu ikki omil ma'muldan keyin bo'lib qolib qolsa degan savol tushdi manada. Agar bunida ikki omil bu ismdan burun bo'lmay keyin bo'lib qolib qolsa deganda bu vaqtda bu masala bu tanazu bobidan chiqib ketib qolib qoldi. Tanazu bobidan bo'lmaydi. Shart din bo'lishi kerak desa bu ikki omil bu ismdan ilgari bo'lishi kerak deydi. Falil vahidi minhumal amal deganning o'zida bu nimaga gap desa agar ikki omilning birisi ash ismning o'zida amal qilmoqchi. Darabtu va akramtu zaydan. Elbette misalimizda. Bu şu ikki omilning birisi ism zohirining o'zida amal qilmoqchi. Zaydanning o'zida. Yeni birisini qanday qilamiz deganda yeni birisini o'rnidan bo'sh qo'yiladi. Ondan ihmal qilinadi va uning zamirda amal qilgan bo'ladi. O yaqinda keladi inshaalloh. Bunun da muşunca olarak vassani evla inde ehlil basra ve ihtara eksen gayruhum za usra. İkincisi evlaraktır. Basırlık ölmağına karışsa ikincisi yakşarak. Pilsaniga amel veriş nayet yakşı depti.
Nima uchun söylediğindek bu pel sani ismga yakın bo'lganligini zarabtu va akramtu zaydan deganimizda amal akramtu qorimiz amalni deydi. Ko'pchiliklar deydi ekan yo'q, avvalgisi avvalroq. Nima uchun deganda u sadorat bo'lganlik uchun, to'd bo'lganlik uchun va yoki u birinchi pil ilgari bo'lganlik uchun uni ko'z tutib ikkinchi pilga amal beramiz deb mana deb. وأعمل المهمل في زمير ما تنازعاه والتزم ملتزم عليه. خوش. Endi ikki omilning birisi bir ism zohirda amal qilibdi. Ikki omilning birisi ism zohirni o'zida amal qilibdi. Yana birisi uningdanchi ihmol qoldirilibdi. Birisini i'mal qildik, yana birisini ihmol qildik. Yani ikki fe'lning birisiga amal beribdik. Yana birisiga amaldan bo'sh tutdik. U vaqt qanday qilgan deganda bu vaqt shu muhmil qilingan amaldan bo'shatilgan pilning o'zicha ism zohirning zamirda amal bergan va zamir keltirishni qat'iy lozim tutqin deydi. Valtazim maltuzima, ya'ni lozim tutqin, lozim tutilgan, uni qilish lozim bo'lgan narsaning o'zini lozim tutqin. Demek olganda ayna onu zimir keltirip bergin. Eğer amilning taluvchi u amilni zikr qilish qat'iy lozimken, lozim bo'lgan bo'lsa, aşı lozimni lozim tutgan. Buni az oltuma. Masalan, paylık o'xshash va uni o'xshash. Masalan, nima deymiz? Yuhsinu va yusiu abnaka deganda. Mesela şu yuhsinu ve yusiu abnaka degan misolning o'zida yuhsinu ve yusiu degan her ikkilisi abnakani men fa'il qilsam bo'ldi deydi. Yuhsinu ve yusiu abnaka deganda her ikkilisi men abnakani fa'il qilsam bo'ldi deydi. Shuncha agar avval qilga amal bersak ikkinchi pilda zamir keltirish vojib bo'ladi. Qanday deymiz u vaqtda? Yuhsinu ve yusiani abnaka deb. Yani yuhsinu degan pilda qanday qildik? Shu birinchi pilga amal berdik. Ve yusiani deb uni tasniy keltirdik. Bunaqa zamir keltirib berdik. Bana yuhsinani ve yusiu abnaka dedik. Qanday qoldi? كيحسنان ويسيء أبناك وقد بغى واعتديا عبداك dedik de. Bunun da emelini ikinci pil koyduk. Yusi'u da. Yusi'u degan pil abnaka degan ism zahirda amel kıldı. Birinci pil birinci pil yani şu abnaka qaytadigan zamirni. Zamirni verdik. Zamirni amel kıldı da. Ama bunun zamirsiz bo'lmamdi degan yo'q bo'lmaydi da. Bunun da fail, onun zikri lazım. Fail degan umda o'g'ish. Maf'ulun bi usul fazliti ona keltirsek yaxshi bo'lgan. Agar zurrat taqozo qilib qolib keltirsak bo'ladigan narsa maf'ul deganni. Chunki fadla ortiqcha bir kalam bo'lgan ekan. Ammo fail va naib fail bular kalamdagi umda. Bular kelish lozim qat'iy kelmay bo'lmaydi. Mushundaq vaqtning o'zida qanday qilgan deganda zamir keltirib bergan. Amal bergan muhmilaga, yani amelden hali kılıngan. Mesela yuhsinani ve yusiu abnaka deganning o'zida yuhsinani degan bu nim bo'ldi? Muhmil bo'ldi. Ameldan bo'shatildi. Ve yusiu abnaka bu ikkinchi pil amal qildi. Buni qanday qilgan deganda amal bergan mush muhmil bo'lgan yuhsinu degan birinchi pilga nima desa ashla talashda chiqqan narsin zamirda amal berganki abnakada talashgan bu yuhsinu ve yusiu degan ikki pel. Mush abnaka qaytadigan zamirlan amal bergan deydi.
Şu emel bir kanda kıldık. Bunu tesnik eltudik. Yuhsinani ve yusiu ebnake deb. Veltezim meltuzima degan uni lozim tutish, lozim bo'lgan narsani o'zini lozim tutgan. Yana demak, agar u narsa foil bo'lgan bo'lsa, hazf qilyapma. Ana shuni zikr qilish lozim bo'lgan narsani o'zini sanma nima qilgan zikr qilishni lozim tutgan deydi. Valtazim maltuzima. Buning zikri lozim qilingan narsani o'zini lozim tutgan. Agar u foil, u nima o amelde talaş tartışkan narsa fail yoki naib fail qolib qolsa faqat hazb qilsak bo'lmaydi, uni zimir bo'sh keltirib deydi. Men ma'noda yuhsinani degan yerda zimir keltirib berdik. O yusiu degan bu ikkinchi fe'l ism zarirga abnakada amal qildi. Bu yuhsina degan zimir yuhsinani zimir na qaytadi abnaka qaytilgan talaş tartışkan narsanın zamirida yani mayda qanday qildik mühmil qilingan amaldan bo'shatilgan amaldan uzoqlashtirilgan birinchi filqiki yuhsinaniga amal verdik. Vaqat baga va'tadaya abdaka dedik. Manada çoğu degende bana da birinchi filga amal verdik. Bagaga. Abdaka da daga degan pil avval amal qildi. Va'tadaya degancha bu ikkinchi pil bunaga zamir keltirib bergan bo'ldik. Talashda chiqqan narsiniki, ya'ni abdakadaga qaytadigan narsin zamiriga. Ishqi talashda chiqqan narsin zamirda qanday qildik? Muşunga, muşu amaldan bo'shatilgan pilning o'ziga amal verdikki, tasdik keltirdik. Va'tadaya deb. Qat'iy buni lozim tutki, buni azq bo'ltuma, chunki bu o'mdi olgandan keyin kalamdiki, shu zimir olsinmi, amaldan uzoqlashtirma muhimliga deydi. Demak bu yerda zimirni tark etishga bo'lmaydi demoqchi-da. Yuhsinu va yusiu abnaka degil bo'lmaydi. Vaqat baga va atada abnaka degil bo'lmaydi. Har ikkisichu bunaqa fail lozim bo'lgandan keyin bu failga o'md bo'lgandan keyin kalamda buningda nima qilinmaydi zamirni hazf qilishga bo'lmaydi tark etishga bo'lmaydi yuhsinu va yusiu abnaka degil bo'lmaydi va baga va atada abdaka degil bo'lmaydi chunki uni tark etish degan gapni o'zi zamirni tark etishgan failni hazf qilyapti degan gap deydi vaqtda failgan zikri qat'iy lozim bo'lgan narsa. Çünkü valtazim meltuzima degan shu. Failning zikri durust. Ona nima lozim? Lozim bo'lgan narsani qat'iy bija keltirmak lozim. Buni ba'zi nuhatla nima durust qilimi barkan azb qilsak bo'ladi deb. Mesela İmam Parra degandek ve bazı imamlar varken nuhat imamlarının ki bazı İmam Kesai degandek mesela hoş bu beyttamda okunmakçı olan hoş müşahede olsun inşallah dersimizinki devamı inşallah devam inşallah.